Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchesning rafiqasi Begonya Gomesga 2 yillik tergovdan keyin korrupsiya bilan bog'liq ayblovlar qo'yildi. Sud hujjatiga ko'ra Gomes biznesda korrupsiya, mablag'larni o'zlashtirish va isrof qilishda ayblanmoqda. Begonya Gomes ham, uning turmush o'rtog'i Pedro Sanches ham o'zlariga qo'yilgan ayblovlarni rad etmoqda. Bosh vazir bu tergovni uning obro'siga putur yetkazishga qaratilganini iddao qilmoqda. Endi xalqaro maydonda yuz berayotgan shu kabi voqea hodisalar tafsiloti bilan xorij xabarlarida tanishtiramiz. Tinch okeanining shimoliy qismidagi Mariana orollariga Sinlaku super to'foni yaqinlashmoqda. Shu sababli manzilda kuchli yog'ingarchilik va bo'ronlar yuz bermoqda. Orolning 170 ming nafardan iborat aholisi suvga yaqinlashmaslik bo'yicha ogohlantirildi. Sinlaku to'foni o'tgan hafta Avstraliyaga yopirilgan edi. Hodisa oqibatida joylarda 11 kishi halok bo'ldi hamda vayronagarchiliklar yuz berdi. Xitoy tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sun Weidong kutilmaganda lavozimidan ozod etildi. Ushbu holat yuqori lavozimdagi amaldorlarni korrupsiya bilan bog'liq tekshiruv doirasida yuz berdi. Hozircha Sun Weidong nima sababdan ishdan bo'shatilgani ochiqlanmadi. U kecha vazir o'rinbosari sifatida Bruney va Malayziyaning mamlakatdagi elchilari bilan uchrashuv o'tkazgan edi. AQShning Texas shtatida ham kuchli bo'ronlar kuzatilmoqda. Ayrim hududlarda suv toshqinlari yuz berdi. Hozirgacha qariyb 21 ming uylarda elektr energiyasi ta'minoti uzilib qoldi. Rasmiylar tornado sodir bo'lishi mumkinligidan ogohlantirishmoqda. Aholiga zarurat bo'lmasa bir necha kun davomida tashqariga chiqmaslik tavsiya qilindi. Qurbonlar yoki jarohatlanganlar haqida hozircha ma'lumot berilmadi.